Ozarbayjonlik bokschi o'zbek bokschisi ustidan rosa kuldi, oxirida esa nima bo'lgani sizni hayron qiladi. Professional boks kechalaridan birida hamyurtimiz o'zini sinab ko'rish uchun ozarbayjonlik raqibga qarshi ringga chiqadi. Zaldagi barcha tomoshabinlar ajoyib jangni kutardi. Jang boshlandi. Bir necha raunddan so'ng o'zbekistonlik bokschi charchab qoldi. Qo'lini ko'tarishga ham holsizlandi. Ammo u hali butun kuchi bilan harakat qilmagandi. Buni ko'rmagan raqib esa ustidan rosa kuldi. Turli zarbalar qilib, qochib, hatto qo'shilib ketib quloqlarini qimirlatar, tomoshabinlarni ham hazilomuz harakatlari bilan kulishga chorlardi. Ammo butun zal uning bu qilmishlaridan norozi bo'lib, yomon ko'rishlarini bildirdi. Shu holatda hamma narsa kutilgandek tuyulgan edi. Lekin so'nggi raundlarning birida o'zbekistonlik bokschining o'ng qo'li kuchli zarba bilan raqib boshiga tegdi. Ozarbayjonlik bokschi o'sha zahoti o'zini yo'qotib, ringda yiqildi. Bu voqea katta gaplar qilib, raqibni hurmat qilmaslikning oqibati sifatida ta'riflandi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qiziqarli videolar uchun obuna bo'lib, like bosib qo'ying.